aka, mana Minsk mototsikl. Biz ham sotib oldik buni. 4 kun bo'ldi. Mana oldi balonini holati aka. Mana shu Minsk mototsikl. Motorini yangi remont qilib qo'yibdi aka. O'zimiz ham minib, haydab, ko'rib oldik. Mana shu Minsk mototsikl aka. Mana bekami ko'z, hech qanaqa rasxoti yo'q aka. Mana bu orqa baloni, mana Ijevskiy balon aka, mana orqa baloni. Mana Minskning holati ko'ring. Amazatillari hamma yo'g'i joyida. Motori zo'r ekan aka, tortishlari zo'r. O'zim haydab ko'rdim. Menga yoqdi. Men ham oldim, men ham sotyapman aka. Bu maqsad tirikchilik. Tirikchilik maqsad. Mana hozir yurgizib beraman. Buni ham bir eshitib ko'rasiz motorini. Mana bismillahirrohmanirrohim. Minskiga ham javob beramiz aka, motoriga ham uchadi Minskiy ham. Minskiy motosiklimizning narxi 2,5 million so'm. Ozgina kelishilgan joyi bor aka. Bu ham uzoqroq qolib ketsangiz dastlabga kelishamiz aka. Mana dastlabkalar ham bor, lekin kelishilgan narxda mana. Minskiy motosikl 2,5 million so'm. Telefon nomer qoldiramiz. Agar yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Yoqmasa yo'q. Bu ham Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida turibdi.